ekspluatatsiya xarajatlaridan kelib chiqib, masalan, u yerda nima birinchi o'rinda turadi? O'sha maosh, elektr energiyasi va o'sha ishlash jarayonida, korxonaning ishlash jarayonida ketadigan xarajatlar hisobga olinadi. Ya'ni o'sha joylarga suvni yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan masalalarda shu ekspluatatsiya xarajatlari umumlashtirib turib, uni albatta hali kengashga borguncha Moliya vazirligi bor, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Ular ko'radi birinchi o'rinda, qani qayerdan kelib chiqdi o'zi bu narx? Qayerdan oldinglar o'zi? Nimaga asoslanib bu narxni belgilayapsizlar? degan savol bo'ladi. U savollarga javob topilgandan keyin ana ular tasdiqlab bergandan keyin undan keyin kengashga boradi. Kengashda keyin tasdiqlab bersagina o'tadi u narsa. Bu faqatgina yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Ko'pincha to'g'ri kengash a'zolari, deputatlarimiz tasdiqlab berishadi. Nima uchun? Qaytargan paytlari ham bo'lganmi? Deyarli qaytmaydi, chunki isbotlab beriladi. Suv narxi har doim ham oshirmaydi, chunki boya yuqorida aytganimdek, suv ta'minoti mana shu aholini ijtimoiy himoyasiga qaratilgan sohalardan bittasi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tijorat uchun tuzilmagan. Aksiyadorlik jamiyati bo'lgani bilan u tijorat uchun ishlamaydi, foyda olish uchun ishlamaydi. Mana shu aholini sifatli va o'z vaqtida suv bilan ta'minlab berish uchun o'zini xarajatini oladi, bo'ldi. Bayram mahalla bo'ladi, zararga ham kirib ketib qoladi. Mana buni juda ham yaxshi biladilar. Ana undan keyin majbur bo'ladi. Mana 2023-yilda Toshkent shahrida tarif o'zgardi. Ungacha shunaqa ahvolga kelib qoldikki, ishchilarning oyligi pastligidan hattoki ko'chada bitta svarchik ishlatishga zor bo'lib qoldik. Svarchik topa olmay qoldik, ya'ni payvandchilarni. Shu darajada oylik pastligidan. Undan keyin mana shu xodimlar, kadrlar yetishmayotgandan keyin, shu masala ko'tarilgandan keyin, undan keyin tarif boshqatdan ko'rib chiqildi. Ana undan keyin mana shu narx oshgandan keyin bugungi kunda mana shukurki, ishchilarimiz shu qilayotgan ishidan, o'zini ishlayotgan joyidan minnatdor bo'lib ishlashyapti. Ungacha biz kadr yo'qotib qo'ygan edik deyarli. O'sha ko'chada kim kelsa olishga to'g'ri kelayotgan edi. Ko'chada men palon ish qilaveraman desa, "Kel ishlayver". Ishchi sifatiga ham bu o'zini ta'sirini o'tkazdi oxirgi paytda. Shuning uchun majbur bo'lindi, tariflar boshqatdan ko'rib chiqildi. Ana shunaqa holatlarda ko'rib chiqiladi. Ana shu taqalgan paytda deydi-ku, O'zbekona aytganda, taqalgan paytda ko'rib chiqiladi. Ungacha masalan suv o'z-o'zidan oshirilavermaydi. Lekin jahon tajribasini ko'rsangiz, mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Tojikistonda to'g'on boshida turgan davlatlarda suv qimmat. Masalan, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonning o'zida ham 7 mingdan 9 minggacha sotiladi aholiga kubasi. Bizda eng qimmati mana shu adashmasam Navoiyda shekilli 3 ming so'mmi shunaqa sotiladi. Surxondaryo yoki Namanganda. U nimani hisobiga? Mana shu nasos stansiyalari orqali ko'tarib berilgancha, uzatib berilganligi uchun, o'sha ekspluatatsiya xarajatlari yuqori bo'lganligi uchun shundan kelib chiqib qimmat narx belgilangan.